5-darsligimiz patternlar mavzusiga xush kelibsiz. Bozorda bir necha yillardan beri aynan patternlar ishlab kelyapti. Patternlar juda ham ko'p, lekin men sizlarga eng asosiylari va bozorda 70-80% aniqlikda ishlaydigan bir nechta patternlarni ko'rsatib beraman. Darslikka oxirigacha kuzatinglar. Birinchi navbatda biz xo'sh patternlar deb Google ga yozamiz va o'sha yerdan eng kerakli bo'lgan patternlarni olib sizlarga tushuntirib beraman. Mana misol tariqasida bu yerda mana ko'rgan bo'lsanglar, double top patterni, ya'ni narx ko'tarilgan, qarshilik zonasiga uchragan, pastga tushgan va yana qarshilik zonasiga kelib turib, narxda reaksiya sodir bo'lgan va M pattern hosil bo'lgan. Bu ingliz tilida double top deb nomlanadi. Xo'p, keyingi patternimiz double bottom, ya'ni W pattern. Narx supportga keldi, reaksiya berdi va yana support kelganda reaksiya berganda o'zi biz pozitsiya egallashimiz kerak bo'ladi. Keyingi patternimiz head and shoulders, ya'ni ikkita yelka va bosh. Bu aynan sell pozitsiyasini egallash uchun kerak bo'ladigan hidden patterns. Xo'sh, bu buy pozitsiyasini egallashimiz uchun kerak bo'ladigan head and shoulders, ya'ni ikkita yelka va bosh patternlari. Xo'p, shunga o'xshagan patternlar juda ham ko'plab bo'ladi. Xo'p, yana triangle degan pattern bor, flag pattern bor. Uni hozir men sizlarga ko'rsatib beraman. Mana deylik, bu yerga kiradigan bo'lsak, mana double topda qanaqa qilib ishlanadi? Double head and shouldersda qanaqa ishlanadi? Xo'sh, W patternda qanaqa ishlanadi? Hammasi bu yerda ko'rsatilgan. Mana bu yerda triangle narxda shunaqangi impuls bilan ko'tarildi va sekanstalik bilan flat, ya'ni ranging holati konsolidatsiyaga tushgandan keyin narxda qanaqa reaksiya bo'lishi va narx katta ehtimol bilan qaysi tarafga harakatlanishi bu yerda ko'rsatilgan. Iloji bo'lsa rasmga olib yoki videoga olib o'sha joyini screenshot qilib olsanglar o'zingiz uchun juda ham yaxshi bo'ladi. Narx impuls bilan ko'tarilgan, konsolidatsiya holati bo'lib va darshi narx yana o'sishda davom etgan yoki teskarisi, shuni aksincha holati narx impuls bilan tushgan, flat ranging holatiga kelib, konsolidatsiyadan yana darshi narx tushishda davom etgan. Bunaqangi flag pattern, double top, head and shoulders, double bottom, triangle, shunga o'xshagan ko'plab patternlar bor, lekin eng asosiylari mana shu yerda joylashgan. Sizlarga undan tashqari patternlar kerak emas. Endi grafikadagi amaliyotga o'tamiz. Grafikada qanaqa ko'ramiz bu narsani? Biz bu yerda idealniy holat bo'lmaydi. Misol tariqasida mana shu yaqin tarixda sodir bo'lgan W patternini ko'rishimiz mumkin. Balkim sizlar o'zi ko'rib bo'lgandirsizlar. Marhamat. Mana W pattern ishlagan. Biz ssenariy, demak, reaksiya bergan joyi mana bu yerda bo'lgan. Biz mana bu yerda o'sha pozitsiyani egallashimiz kerak. O'tgan darsligimizda demak biz support zonasini o'tgandik. Bu yerda o'sha supportni ham qo'shib ishlatsak bo'ladi. Mana qaranglar, narx reaksiya bo'lgan va bu yerda reaksiya bo'lgan, narx kelmasdan turib o'sha W patternni, ya'ni double bottomni hosil qilgan holatda narx o'sib ketgan. Head and shoulders, M pattern va flag patternlarni ko'rishimiz mumkin. Hozir ularni ham ko'rib chiqamiz. Ssenariy bo'lsa. Xo'sh, mana bunaqangi pattern ham bor bozorda. Ya'ni qanaqa bo'ladi? U narx ko'tarilgan, konsolidatsiya holatiga uchragan, ya'ni va narx imini shu joygacha impuls bilan qaytib kelgan. Bu ham flag pattern hisoblanadi. Xo'p, bu yerda ham flag pattern bo'lgan ekan. Mana e'tibor bergan bo'lsanglar, mana narx impuls bilan ko'tarilgan, ranging flat, ya'ni konsolidatsiya holati sodir bo'lib, darshi narx impuls bilan o'sib ketgan. Mana shunday ochiq oydin ko'rinib turgan M patternni ham ko'rishimiz mumkin. Marhamat, mana M pattern. Xo'p, narx impuls bilan ko'tarilgan, qarshilik zonasiga uchragan, ozgina qaytib berib, yana keyingi holat qarshilik zonasiga uchrab va impuls bilan narx qulab ketgan. Mana marhamat, ko'rishingiz mumkin. Yanada ham aniqroq ko'rinish uchun. Xo'sh, bu yerda ham biz flag patternni ko'rsak bo'ladi. Mana qaranglar, e'tibor beringlar. Hozir bu yerda narx impuls bilan ko'tarilgan. Mana marhamat. Va ranging
flat holati, konsolidatsiya holatiga uchrab, narx ozgina qayta o'qilib, и дальше impuls bilan o'sib ketgan. Buni ham misol tariqasida ko'rsak bo'ladi. Ya'ni bozorda ideal narsani o'zi yo'q, o'sha sirasi ko'rsatib ketaman. Bu ham boyagi flag patdan ko'tarilgan, konsolidatsiya dars tushib ketgan. Mana bu ham head and shouldersga yaqinroq, demak mana bu yerda narx tushgan, ko'tarilgan, mana bu yerda tushgan, ozgina ko'tarilib, dars qulab ketgan. Ya'ni ikkita yelka va bosh head and shoulders patternini hosil qilib, narx yaxshigina pattern bo'yicha qulab bergan. Shunga o'xshagan juda ham misollar ko'p. Sizlar grafikani ochib turib, mana shu men o'rgatgan bilimlarni mustahkamlash uchun ko'proq grafik ustida ishlasanglar, albatta sizlar men o'rgatgan M pattern, W pattern, head and shoulders, flag pattern, triangle hammasini mustahkamlab ko'rib, o'zingizlar uchun xulosa chiqargan holatda bozorga kirib bemalol savdo bitimlarini amalga oshirsanglar bo'ladi. Hissadan hissa shuki, har bitta darslikdan unumli foydalanish kerak va berilgan bilimni maksimalni yozib, chizib, yodlab, miyaga saqlanib qilib, yanada ham daromadni oshirishga harakat qilish kerak. Darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi darsda sizlar bilan ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'linglar.